Afsona Marcelo. Bunaqasi kamdan kam keladi do'stlar. Bunga menimcha boshqa klubning muxlislari ham shundoq soat 1 deb o'zi ham o'rinlaridan turib qarsak chalib qo'yishsa bo'ladi. Maestro futbol faoliyatini yakunladi va tabiiyki kim bilan xayrlashib ketishdi? Santiago Bernabeu bilan xayrlashib ketishdi. O'g'li ham o'ynaydi. Ikki maestro. O'yindan oldin boshqacha bir tadbir amalga oshirishdi. Bu ta'sir qiladi baribir futbolchilarga. Real Madrid muxlislari harkib ketdi, endi ketadigan joyiga hozir mana bu kadrlarni tomosha qilishimiz va ozgina mulohazamizni bildirib ketishimiz kerak. Marcelo shaxsan men uchun Real Madridning eng yaxshi chap qanot qiroli bo'lgan deb aytamiz. Lucas Vazquez, Ceballos hamma keladi. O'zi Fran Garsia'da to'xtabman tavba.